2026 yilgi Chevrolet Corvette Equinox modeli bugungi avtomobil bozorida sport xarakteri va kundalik qulaylikni uyg'unlashtirgan yangi avlod avtomobili sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu model tashqi ko'rinishidanoq agressiv va zamonaviy dizayni bilan e'tiborni tortadi. Old qismidagi keng panjara, ingichka LED farlar va aerodinamik shakllar unga kuchli va tezkor obraz beradi. Yon tomondan qaralganda, past siluet, keskin chiziqlar va katta sport gildiraklari Corvette ruhini yaqqol his qildiradi. Equinox platformasi esa uni amaliy va oilaviy foydalanishga mos qiladi. Orqa qismida sport uslubidagi stop chiroqlar, mustahkam bamper va ikki tomonlama chiqindi quvurlari joylashgan bo'lib, avtomobilga yanada jiddiy ko'rinish bag'ishlaydi. Salon ichki qismi yuqori sifatli materiallar va zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan. Raqamli asboblar paneli, katta sensorli multimedia ekran va qulay joylashgan boshqaruv tugmalari haydovchi uchun maksimal qulaylik yaratadi. O'rindiqlar sport va komfortni birlashtirgan bo'lib, uzoq safarlarda ham charchoqqa yo'l qo'ymaydi. Ichki makonda shovqin izolyatsiyasi yaxshi ishlangan. Bu esa harakat vaqtida sokin muhitni ta'minlaydi. Dvigatel qatorida zamonaviy turbo benzinli variantlar bo'lishi kutilmoqda. Ular kuchli tezlanish va yoqilg'i tejamkorligini birgalikda ta'minlaydi. Avtomatik uzatmalar qutisi silliq ishlaydi va har xil haydash sharoitlariga moslashadi. Haydov rejimlari shahar, sport va uzoq masofalar uchun optimallashtirilgan bo'lib, har bir haydovchi o'ziga mos sozlamani tanlashi mumkin. Osma tizimi yo'l notekisliklarni yaxshi yutadi va burilishlarda barqarorlikni saqlab qoladi. Xavfsizlik texnologiyalari ham yuqori darajada bo'lib, avtomatik tormozlash, kor nuqtani nazorat qilish, yo'ldan chiqib ketishni ogohlantirish va adaptiv kruz nazorati kabi funksiyalar mavjud. Bu tizimlar haydovchi va yo'lovchilar xavfsizligini maksimal darajada ta'minlaydi. Multimedia tizimi tezkor ishlaydi, smartfonlar bilan simsiz ulanishni qol.